kerakli vaqtda holatingiz qattiqlashmayotgan bo'lsa, bu erkakligingizga dog' degani emas. Bu organizmingizni sizga berayotgan ma'lum bir signali hisoblanadi. Fan tilida erektil disfunksiya deyiladi. Yetarli ravishda holatni qattiqlashmasligi yoki bu darajani ma'lum bir muddat vaqt ichida usha olmaslik aynan erektil disfunksiya deyiladi. Endi erektil disfunksiyani 3 xil turi bor. Birinchisi psixogen erektil disfunksiya, ikkinchisi organik, uchinchisi yomon odatlar orqali shakllangan. Birinchisi psixogenligi nima kiradi? Kun turmushingizdan boshlaydigan bo'lsak, noto'g'ri odatlar, ovqatlanish, ishdagi muammolar va stressning doimiyligi, o'ziga bo'lgan ishonchning pastligi, albatta ayoli bilan bo'lgan munosabatdagi zaiflashuv yoki salbiy oqibatlar, depressiya, xavotir bo'lishi bu to'g'ridan-to'g'ri erektil disfunksiyani aynan jinsiy aloqa paytida ta'sirlantiradi. Ikkinchisi organik sabablar. Bunga ko'proq yurak qon tomir kasalliklari, diabet kasalligi, urologik kasalliklar, ya'ni testosteronni past bo'lishi kabi holatlar kiradi. Va uchinchisi, bu yerda insonning hayoti yotadi. Noto'g'ri ovqatlanish, semizlik, bundan boshqa aytaylik zararli odatlari, sigaret, ichkilik, kun turmushining ritmdan chiqib ketishi, mana shu ham erkak kishida erektil disfunksiyalarga olib kelishi mumkin. Bunga yechim albatta bor. Seksopatologik konsultatsiya, tibbiy ko'rik va psixoterapiyani olgan yosh erkaklar, ya'ni mijozlar albatta o'zini performansini, o'zini qobiliyatini yanada oshirishi mumkin.